Endi hayit dasturxoningizga gulli yoki gajak chakchak tayyorlayman deb asablaringizni ketkazib o'tirmaysiz. Yangi trend osongina, lekin shunga qaramasdan juda ham chiroyli popkorn chakchak tayyorlaymiz. Demak, xamir uchun idishga 3 dona tuxumni chaqib, venchikda ozgina ko'pirtiramiz. Ketidan choy qoshiq uchida tuz, yarim choy qoshiq razrihli etil hamda 300 gram unni qo'shib, yumshoqqina xamir qorib olishimiz kerak bo'ladi. Xamir yumshoqligi ko'rsatganimdek bo'lishi kerak. Agar qattiqroq bo'lib qolsa, yoyishga qiynalishingiz mumkin. Tayyor xamir ustini yopib 20 daqiqa tindiramiz. Ungacha chakchak uchun qiyom tayyorlab tursak bo'ladi. Tega qalin idishga 200 ml suv, 300 gram shakar va 1 bo'lak limonni solib, qaynab chiqqunicha kutamiz. Buni o'rtadan pastroq olovda taxminan 15 daqiqa qaynatishimiz kerak. Qiyom tayyorligini muzdek suv bilan bilishimiz mumkin. Suvga solganimizda qiyom aralashib ketmasdan mana shunaqa bir joyga to'planadi. Qiyomga 200 gram asal qo'shamiz.